Mirzo Ulug'bek rayoni umumiy hisobda 300 metr kvadrat fasad qismimizdagi travertin, gruntovka va Leonardo mahsulotlarini sotganmiz. Kerakli ko'p gapirib o'tirmaymiz. Uy egasidan o'zlarini shaxsiy fikrlarini bilib olamiz. Buni uyingiz remontlari sizga yoqdimi? Qalay chiqdi o'zi? Juda yaxshi, ajoyib chiqdi, mana ko'rib turibsizlar. Nimaga bizning zavod travertinni tanladinglar? Buni agar sir bo'lmasa. Endi travertinni tanlaganimiz ham yarki, ochiq. Qana ko'rib turibsiz, qanday manzaralar, shunday xuddi muzeydek bo'ldi. Oldin bu tegalar gajdan qilinganda va derazalar oldiga gipsdan. Ular yorilib ketdi. Yorib ketganidan keyin olib tashlab boshqadan mana to'kakdan bo'lgan tegalardan foydalandik. Bu yaxshi mahsulotlarimiz xalqqa manzur. Kuzatuvchilarimizga ma'lumot o'rnida etiketamiz. Bu ko'rib turgan ramkani ichida ishlatgan mahsulotimiz Leonardo mahsuloti bo'lib, shunaqa fakturada chiqarilgan. Qo'shimchasiga travertin mahsulotimizdan trafarit orqali shunaqa naqshda chiqazganmiz. Ko'rib turgan mahsulotinglar pokak tegamiz. Bu mahsulotimiz umri juda ham uzoq bo'lib, mahsulotimizni devorga toshdek qotish effektini beradi. Do'stlar, sizga ma'lumot o'rnida etiketamiz. Biz Bekor zavodi 10 yildan 15 yilgacha har bitta mahsulotimizga kafolat beramiz. Shu qatori sinagan, ha? Agarda qanaqadir muammo kuzatilsa, bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Ishingizga omad. Bekor sifatni qadrlaydigan insonlar uchun.